Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimiz Tigo 8 gibrid haqida gaplashib o'tamiz. Motor aka o'zi mana ko'pchilik mijozimiz o'ylaydi test drayvi bular pulli yoki qanaqadir qiyin shart-sharoitlari bor test drayvlar shunday bo'lishadi. Bir qadar shu haqida ma'lumot beringmi? O'zi qonun qoidasi qanaqa haftasi bilan kelgan ekan test drayv qilishdi? To'g'ri, o'zi aslida test drive qilish umuman bepul bo'ladi. Chunki har bitta kelgan klient obsessiya sizning mashinani minib ko'rishi kerak. Sababi klient minib ko'rmasa mashinani qanaqaligini bilmaydi. Balkim qattiqdir, balkim yumshoq. Ko'pchilik minib ko'rgandan keyin o'zidagi hissiyotlarni bu yoqqa chiqarib beradi. Albatta mashinani his qilib ko'rish kerak. Har bitta odam bu mashinani olishdan avval maslahat bergan bo'lardim meni. Qolgan mana avtogarodga o'xshagan 80 metrda joylashgan ko'pgina avtosalonlarimiz bor. O'zi qiziqqan sedan bo'ladimi, crossover bo'ladimi, har bittasini test drive ko'rib, minib ko'rib, Minib ko'rish bepul. Hali ko'pchilik pulli deb o'ylashadi, lekin kelib minib ko'rsa ham bo'ladi bemalol. eng yoqqanini olish kerak deb o'ylayman. Albatta, o'ziga yoqqan mashinasini olsa, klient o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, o'zi bu 8 gibrid mashinamizni qanaqa bir odamni jalb qiladigan o'ziga tortadigan qulayliklari Bu ya'ni Tigo 8 gibrid deyiladi. O'zi aslida bu tok bilan yuriladi, benzin bilan. Tokni o'zida 130 km yurasiz. Benzin bilan tokni ikkalasini teng holatda qolsangiz 1400 yurasiz общий. Bu o'zi aslida 7 mestali oilaviy mashina. Ko'pchilik bemalol dam olib bu joyga chiqsa ham bo'ladi. Men birinchi, ikkinchi qatorda mana shu kattalar uchun mo'ljallangan, uchinchi qator 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga mo'ljallangan deb eshitganman. Monitorlari ham полный sensor bo'ladi, подсветкалari, беспроводной зарядчиги bor. И холодильник ham bor qo'shimcha. Head-up displeylari bor. Nimadir deyapti bizga. Remen taqib deyapti shekilli shuni. Albatta, remen taqib olsangiz, bizdagi o'zi chiqmay qoladi. Keyin bularda bitta narsasi bor. Qiziqarli joyini aytib o'tib ketaman. Eng qiziqarli joyi. Bularda start-stop bo'lmaydi. Faqat kamarni taqasiz, o'rningizni ezganingizdan keyin zavat olishni boshlaydi. Agar mabodo eshingiz ochiq bo'lsa ham mashina yurmaydi. Ashellari yaxshi. Hech kamarga shtrafga tushmaysiz ekanda bu mashina bilan. Tushmaysiz. Ashellari zo'r. Yaxshi ekan. Mashinaning yurishlari вообще mягкий, juda ham yumshoq yuradi. Bizda haligi xalqimizda shunaqa narsa bor, o'rganib qolish. Odat bo'lib qolgan, hammaga chiqadi, hech kim kamar taqmaydi. Shunaqa odamlar olsa, umuman shtrafga tushmasdan kamar basseyn taqib yuradigan bo'lar ekanda. Shtraflar ham ko'payib ketyapti, shunga moslashtirilyapti-da. Yaxshi. Mashina juda ham zo'r mashina. Sinovdan o'tgan o'sha. Ularning garantiyasi ham 7 yil garantiya beramiz-da, даже. Motorlariga kelsa-chi, qanaqa bo'ladi? Motorlari 1.5 turbina motor bo'ladi. Ya'ni 4 porsilli, 4 silindrli deb qo'yadi o'zi. Bizning rasxodi, benzinning o'zining rasxodida ham 4.5 ta rasxod qilasizda. Agar mabodo zaryadkangiz ham tugab qolsa, benzinni o'zida yursangiz, o'zini o'zi zaryadka ham qila oladi. Даже bularda hozir 360 kameralari ham bor. Mana hozir bizga ko'rsatib beriladi. E'tibor berasizlar. Keyin bunda yana bitta xususiyati bor. Odam chiqib kelsa, yo'lingizdan birontasi chiqib kelsa, yosh bolalar birontasi samotar mashina narsa bor. Samotar mashina degan, ya'ni odam chiqib kelsa, sразу joyda to'xtab oladi mashina. Ashellari zo'r. Bu narsa любой jonli narsaga reaksiya beradimi? Ya'ni hayvon bo'lsa ham, beradi. Chunki sinovdan o'tdi bu mashinamiz. Mana bunda klimat kontrol, puls kontrol, polosiruvchilari bor. Rol usiydi, даже mana labovoy o'ynaysan, spiralni o'ynay bo'ladi. Misol, qishda muzlab qolmaydi. Videoda ko'rinmayapti, lekin mana labovoyda prямали. Даже mana ko'rinyapti. Ko'zga ko'rinar-ko'rinmas shunaqa spirallar o'tgani ko'rinib turadi. Kolonkalari ham original bo'ladi, akuska Sony bo'ladi. Sony. O'sha zo'r. Bu qanaqa koja? Eko kojami, naturalmi? Bu Natural koja bo'ladi bular. Abagrif, abduk hammasi bor. Stadion, so'ladigan. Keyin bularda faqat passajir tomonidan massaj bo'ladi, rul tomonidan massaj bo'lmaydi. Ashellari yaxshi. Juda ham komfortli mashina ekan. Seriyani xafa qilib qo'ymaydigan. Oilaviy haqiqatda olib yuradigan ekan. Yoningizga ota-onangiz savoli. Zo'r mashina.
Narxlarga keladigan bo'lsa, narxlar qanaqa bo'lmoqda? Buni narxi, ya'ni bu eng full pozitsiyasi 450 millionda. Yana bundan oldingi pozitsiyasi bor, bittasi 430 million. Ularda lekin atamanka bo'lmaydi, massaji bo'lmaydi, head-up displeysi bo'lmaydi. Shu farqi, diskasda bir razmer rol o'ynaydi va tortishida. To'rala balon tortmaydi, oldi vidushi tortadi. Bunda to'rala balon tortadi. Demak, tog'-poqqa ham bemalol chiqib ketsa bo'lar ekan. Aylanib kelsa ham. Men tavsiya qilaman klientlar kelib minib ko'rishni. Juda ham zo'r mashina. Test-drive'imiz bepul. Xolos chiroyli qilib chiqarib beramiz. Рассрочкаlar variantlar ham bor, kredit, lizing hamma tartibda chiqarib beramiz. Trading xizmatlari ham Trading bor. xizmatlarimiz ham bor. Mashinani olib kelsa, mashinasini baholab, даже bozordan ham $200 qimmatroq olamiz, chunki klientimizni ishi bitishi uchun. Bizdan mashina olib chiqib ketib, xursand bo'lsa, xursand bo'lamiz. Buni yana bitta xususiyati bor, голосовой управление, ya'ni og'zaki orqali boshqarsangiz bo'ladi. Mana masalan, Привет, Cherry. Говорите, пожалуйста. Откройте люк. Хорошо. Полный panorama lyuklari. Даже mana yomg'irda ham juda ham chiroyli ko'rinadi, e'tibor beringlar. Prям qo'lingizni ishlatmasdan Ha, boshqarsangiz albatta. bo'lar ekan mashina. Даже bagajingizni oynangizni ochganda ham bemalol og'zaki orqali gapirsangiz bo'ladi. Zerikmaysiz deyarli yo'lda. Mashinalari zo'r. Xo'p, manzilimizni aytib ketsangiz. Manzilimiz 80 metrlik ko'chada joylashgan. Andijon Cherry Avtolife'ga kelsanglar, o'zim kutib olaman.